Assalomu alaykum, aziz tomoshabinlar. Bugun juda muhim masalani tushuntiraman. Nega ayrim pensionerlarga pensiya vaqtincha to'xtatilmoqda? Kim xavotir olishi kerak, kim esa tinch bo'lishi mumkin? Va eng muhimi, pensiya to'xtab qolsa nima qilish kerak? Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki deyarli har bir xonadonda pensioner ota-ona, bobo bu yoki nogironlik pensiyasi oladigan yaqin inson bor. Hozir pensionerlarga pensiya to'xtatildi. Hukumat bayonot berdi. Endi pul berilmaydi degan gaplar ko'paydi. Men sizga shov-shuv emas, amaliy va qonuniy tomondan tushuntirib beraman. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bitta kichik xato ham pensiyaning bir necha oyga kechikishiga sabab bo'lishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki men bunday mavzularni oddiy odam tushunadigan tilda tahlil qilib beraman. Avvalo, eng muhim narsani aytaman. Pensiya degani davlat tomonidan belgilangan huquq. Agar inson qonun bo'yicha pensiya olishga haqli bo'lsa, uni shunchaki xohladik, to'xtatdik deb bekor qilib bo'lmaydi. Lekin pensiya to'lovi ayrim holatlarda vaqtincha to'xtatilishi, qayta tekshiruvdan o'tkazilishi yoki hujjatlar aniqlashtirilgunga qadar ushlab turilishi mumkin. Oldin ko'p jarayonlar qog'oz hujjatlar orqali yurardi. Mahalla, pochta, bank, pensiya jamg'armasi o'rtasida ma'lumotlar ba'zan kechikib almashardi. Masalan, pensioner boshqa hududga ko'chib ketgan bo'lsa, buni tizim darhol bilmas edi. Nogironlik muddati tugagan bo'lsa, ba'zan odamlar keyinroq bilib, hujjatni kech topshirardi. Kimdir vafot etgan bo'lsa ham, ayrim hollarda to'lov ma'lum vaqt davom etib ketgan holatlar uchragan. Hozir esa vaziyat boshqacha. Davlat idoralari o'rtasida elektron ma'lumot almashinuvi kuchaydi. FHDYO, soliq, bank, tibbiy mehnat ekspertiza komissiyasi, migratsiya, fuqarolik holati, doimiy yashash joyi bo'yicha ma'lumotlar tizimda ko'rinadi. Natijada pensiya to'lashda avtomatik tekshiruvlar ko'paygan. Mana shu yerda odamlar pensiyam to'xtab qoldi deb hayron bo'lishyapti. Hukumat va mas'ul idoralarning asosiy pozitsiyasi shundan iborat. Ommaviy ravishda hammaning pensiyasi to'xtatilayotgani yo'q. To'lov faqat qonunda belgilangan holatlar bo'yicha ma'lumotlar mos kelmaganda yoki pensiya olish huquqini tasdiqlovchi shartlar buzilganda vaqtincha to'xtatiladi. Demak, vahimaga tushishdan oldin sababni aniqlash kerak. Men amaliyotda ko'p ko'rgan holat shuki, odamlar pensiya to'xtaganini bank kartaga pul tushmaganda bilishadi. Lekin sabab har doim ham davlat bermay qo'ydi degani emas. Ba'zan bank kartasi muddati tugagan bo'ladi. Ba'zan yashash joyi bo'yicha ma'lumot yangilanmagan bo'ladi. Ba'zan nogironlik guvohnomasisiz muddati o'tgan bo'ladi. Ba'zan esa pensioner uzoq muddat pensiyani olib ketmagan bo'ladi. Endi eng muhim savolga o'tamiz. Kimlar pensiyasi to'xtab qolishidan xavotir olishi kerak? Birinchi toifa. Nogironlik pensiyasi yoki nogironlik nafaqasi oluvchilar. Agar nogironlik muddati vaqtincha belgilangan bo'lsa, masalan 1 yilga yoki 2 yilga, muddat tugaganda qayta tibbiy ko'rikdan o'tish kerak. Agar odam men avval olardim-ku deb yuraversa, tizim muddat tugaganini ko'radi va to'lovni to'xtatadi. Masalan, 62 yoshli aka 2 guruh nogironlik pensiyasi olayotgan bo'lsin. Uning nogironlik muddati 2025 yil 20 martgacha belgilangan. U esa mart oyida komissiyaga bormadi, hujjat topshirmadi. Aprelda karta bo'sh. Bu yerda muammo pensiya bekor qilinganda emas, balki huquqni tasdiqlovchi tibbiy xulosa yangilanmaganida. Ikkinchi toifa, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladigan bolalar va talabalar. Bu turdagi pensiyada yosh o'qish holati kunduzgi ta'limda o'qiyotgani juda muhim. Masalan, bola 18 yoshga to'ldi. Agar u kunduzgi bo'limda o'qishni davom ettirsa, belgilangan tartibda ma'lumotnoma topshirib pensiyani davom ettirishi mumkin. Lekin o'qishdan chetlatilgan bo'lsa yoki sirtqi ta'limga o'tgan bo'lsa, to'lov shartlari o'zgaradi. Ota-onalar ko'pincha kecha olayotgan edik, bugun nega to'xtadi deyishadi. Sabab esa oddiy. Tizimda bola yoshi yoki ta'lim holati bo'yicha yangi ma'lumot talab qilinadi. Uchinchi toifa. Uzoq muddat chet elda bo'lgan pensionerlar. Bu masalada juda ko'p tushunmovchilik bor. Agar pensioner vaqtincha chetga chiqsa, bu avtomatik ravishda pensiya yo'q degani emas. Lekin ayrim holatlarda doimiy yashash uchun chiqib ketish, ro'yxatdan chiqish, bank operatsiyalarining to'xtashi yoki shaxsni tasdiqlash talabi yuzaga kelishi mumkin. Masalan, ona Turkiyaga farzandiga keks o'yga ketdi. Kartaga pensiya tushyapti, lekin kartani O'zbekistondagi boshqa odam ishlatyapti. Tizimda shubhali holat paydo bo'lishi yoki tasdiqlash talab qilinishi mumkin. Bu yerda eng to'g'ri yo'l pensiya bo'limiga yoki bankka oldindan murojaat qilib, qanday tartib borligini bilib olish. 4-toifa
yashash joyini o'zgartirganlar. Masalan, pensioner Qashqadaryodan Toshkentga ko'chib keldi. Doimiy ro'yxat yoki vaqtincha ro'yxat masalasi hal qilinmagan. Eski hududdagi pensiya bo'limida ma'lumot bor, yangi joyda esa ma'lumot yo'q. Shunda to'lov kechikishi mumkin. Bu ayniqsa pensiyani naqd shaklda oladiganlar ko'p uchraydi. Chunki pochta yoki yetkazib berish manzili aniq bo'lmasa, to'lov qaytadi yoki vaqtincha ushlab turiladi. 5-toifa. Pensiyani bir necha oy davomida olmagan pensionerlar. Agar pensiya bank kartiga tushsa, odatda muammo kamroq bo'ladi. Lekin naqd pul shaklida pochta orqali yoki ishonchnoma bilan olinadigan holatlarda pensioner uzoq vaqt ko'rinmasa, tirikligi, yashash manzili, vakolat masalasi aniqlashtirilishi mumkin. Masalan, 70 yoshli bu qishloqda yashaydi. Pensiyasini nabirasi ishonchnoma bilan olib kelardi. Ishonchnoma muddati tugagan, yangisi rasmiylashtirilmagan, natijada pul berilmaydi. Bu pensiya bekor bo'ldi degani emas, hujjat to'g'rilansa to'lov tiklanadi. Kimlar xavotir olmasligi kerak? Agar siz yoshga doir pensiya olayotgan bo'lsangiz, hujjatlaringiz to'g'ri bo'lsa, bank kartangiz ishlayotgan bo'lsa, yashash joyingiz o'zgarmagan bo'lsa, sizga tegishli ma'lumotlarda ziddiyat bo'lmasa, pensiyangiz shunchaki to'xtab qolishi ehtimoli juda past. Lekin baribir men har bir pensionerga yiliga kamida bir marta o'z ma'lumotlarini tekshirtirib qo'yishni maslahat beraman. Chunki muammo paydo bo'lgandan keyin yugurgandan ko'ra oldindan aniqlash ancha oson. Birinchi misol, 65 yoshli Otonxaro 20.800.000 so'm pensiya oladi. U kartasini almashtirmagan, kartaning muddati tugagan. O'g'li pensiya to'xtatilibdi deb o'ylaydi. Aslida pensiya hisoblangan bo'lishi mumkin, lekin bank kartaga tushmayapti yoki karta orqali yechib bo'lmayapti. Bunday holatda pensiya jamg'armasiga emas, avvalo bankka borib karta holatini tekshirtirish kerak. Ikkinchi misol, Aygün takasi yoshli ayol nogironlik pensiyasi sifatida 1.300.000 so'm oladi. Uning TMF xulosasi muddati 3000 iyunda tugagan. Iyul oyida pul tushmadi. Ayol menga jazo berishyapti deb o'ylaydi. Aslida esa qayta ko'rikdan o'tish kerak. Agar komissiya nogironlikni uzaytirsa, to'lov qonundagi tartib bo'yicha qayta tiklanadi. Kechikkan oylar masalasi esa hujjat topshirilgan sana va uzluksizlikka bog'liq bo'lishi mumkin. Shuning uchun kechiktirmaslik juda muhim. Uchinchi misol, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan 39 yosh talaba kollej yoki universitetda o'qigan. Keyin o'qishni tashlagan, lekin oilasi pensiya kelaveradi deb o'ylagan. Tizim ta'lim ma'lumotini ko'rib, to'lovni to'xtatishi mumkin. Agar u qayta kunduzgi ta'limga kirsa, hujjat bilan murojaat qilishi kerak bo'ladi. 4-misol, pensioner vafot etgan, lekin kartasi yaqinlarida qolgan. Bu juda nozik va jiddiy masala. Vafot etgan shaxs nomiga pensiya olish qonunbuzarlik hisoblanadi. Fadyo ma'lumoti tizimga tushganda to'lov to'xtaydi. Agar ortiqcha pul yechib olingan bo'lsa, uni qaytarish talabi qo'yilishi mumkin. Shuning uchun men doim aytaman. Yaqin inson vafot etsa, uning hujjatlar bank kartasi va pensiya masalasini qonuniy tartibda hal qilish kerak. Birinchi nozik jihat, pensiyaning to'xtatilishi va bekor qilinishi bir xil narsa emas. To'xtatilish vaqtincha bo'lishi mumkin. Masalan, hujjat yetishmayapti, ma'lumot mos kelmayapti, shaxsni tasdiqlash kerak. Bekor qilish esa pensiya olish huquqi yo'qolganini anglatadi. Masalan, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasida bola belgilangan yoshdan oshib o'qishni davom ettirmasa, huquq tugashi mumkin. Shuning uchun siz avvalo pensiya bo'limidan yozma yoki rasmiy tushuntirish so'rashingiz kerak. To'lov nima sababdan to'xtatildi? Ikkinchi nozik jihat, bank muammosi bilan pensiya jamg'armasi muammosini aralashtirmaslik kerak. Karta bloklangan bo'lishi mumkin. PIN kod noto'g'ri kiritilib, karta vaqtincha cheklangan bo'lishi mumkin. Karta muddati tugagan bo'lishi mumkin. Bank ilovasida texnik nosozlik bo'lishi mumkin. Odam esa darrov pensiyamni kesib tashlashdi deydi. Men tavsiya qilaman. Avval bankdan hisobingizga mablag' kelgan-kelmaganini aniqlang. Agar mablag' kelmagan bo'lsa, keyin pensiya bo'limiga murojaat qiling. Uchinchi nozik jihat ishonchnoma muddati. Ko'p keksa insonlar pensiyani farzandi, kelin yoki nabirasi orqali oldiradi. Buning uchun notarial ishonchnoma kerak bo'lishi mumkin. Ishonchnoma muddati tugasa pulni olish to'xtaydi. Bu pensionerning huquqi yo'qoldi degani emas, faqat vakilning pul olish vakolati tugagan bo'ladi. Yangi ishonchnoma rasmiylashtirilsa, muammo hal bo'ladi. 4-nozik jihat doimiy va vaqtincha ro'yxat. Ayrim pensionerlar bir tumanda ro'yxatda turadi, boshqa tumanda yashaydi. Agar pensiya to'lovi yashash manziliga bog'liq shaklda tashkil qilgan bo'lsa, pochta topa olmaydi.
hududlar o'rtasida hujjat almashinuvi cho'ziladi. Ayniqsa yolg'iz pensionerlar yoki parvarishga muhtojlar uchun bu katta muammo. Shuning uchun manzil o'zgarganini vaqtida bildirish kerak. 5-nozik jihat ortiqcha to'langan pensiya. Agar tizim xato qilib yoki odam vaqtida xabar bermagani sababli ortiqcha pensiya to'langan bo'lsa, davlat uni qaytarishni talab qilishi mumkin. Masalan, nogironlik muddati tugagan, lekin yana 2 oy pul tushgan. Keyin tekshiruvda bu aniqlansa, o'sha summa qarz sifatida chiqarilishi ehtimoli bor. Shuning uchun tushib turibdimi? Demak, meniki deb o'ylash noto'g'ri. Har bir to'lovning qonuniy asosi bo'lishi kerak. 6-nozik jihat yolg'on xabarlarga ishonish. Telegram, YouTube, ijtimoiy tarmoqlarda hammaning pensiyasi to'xtaydi. Faqat falon hujjat topshirmaganlar pul olmaydi. Ertadan yangi qonun degan gaplar ko'p chiqadi. Men ekspert sifatida aytaman, har qanday xabarni rasmiy manbadan tekshiring. Pensiya jamg'armasi. Kambag'allikni qisqartirish va bandlik tizimi. Davlat xizmatlari markazi yagona interaktiv davlat xizmatlari portali yoki mahalliy pensiya bo'limidan aniqlang. Og'zaki gap bilan harakat qilmang. 7-nozik jihat. Pensionerning o'zi murojaat qila olmasa, keksa kasal yotib qolgan insonlar bor. Ular idoraga bora olmaydi. Bunday holatda yaqinlari qonuniy vakil sifatida harakat qilishi, ishonchnoma rasmiylashtirishi yoki mas'ul tashkilotdan joyiga chiqqan holda xizmat ko'rsatish imkoniyatini so'rashi mumkin. O'zi kelmasa bo'lmaydi degan javob har doim ham yakuniy javob emas. Agar inson sog'lig'i sabab bora olmasa, buni tasdiqlovchi hujjat bilan murojaat qilish kerak. 8-nozik jihat pensiya miqdori kamayishi bilan to'xtatilishini adashtirish. Ba'zan pensioner pensiyam to'xtadi deydi. Aslida esa summa kamaygan bo'ladi. Buning sababi ijro hujjati bo'yicha ushlab qolish, ortiqcha to'langan summani qaytarish, aliment yoki boshqa qarzdorlik, bank kreditiga bog'liq avtomatik yechimlar bo'lishi mumkin. Pensiya to'liq kelmayotgan bo'lsa, bankdan va pensiya bo'limidan batafsil ko'chirma oling. Endi eng kerakli qism, agar sizning yoki yaqinlaringizning pensiyasi tushmay qolsa, qanday harakat qilish kerak? Birinchi qadam, vahimaga tushmang va aniq sanani yozib qo'ying. Qaysi oyda pensiya tushmadi? Oldin odatda qaysi sanada tushardi? Bank ilovasida oxirgi tushum qachon bo'lgan? Masalan, har oy 10 sanada tushardi. Bu oy 15 bo'ldi. Hali yo'q deb aniq ayting. Idoraga borganingizda ancha bo'ldi degandan ko'ra aniq sana aytish tezroq yordam beradi. Ikkinchi qadam, bankni tekshiring. Bank kartasi muddati tugamaganmi? Hisob bloklanmaganmi? Kartaga mablag' kelganmi? Ba'zan pul hisobga keladi. Lekin karta ishlamaydi. Bankdan hisob varaq bo'yicha ko'chirma so'rang. Agar pul kelgan bo'lsa, demak pensiya to'langan. Muammo bank texnikasida yoki kartada. Agar pul kelmagan bo'lsa, keyingi qadam pensiya bo'limi. 3-qadam. Tuman yoki shahar pensiya bo'limiga murojaat qiling. O'zingiz bilan pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa, uni bank karta rekvizitlari, oxirgi to'lovlar ko'chirmasi, agar nogironlik bo'lsa, TMI xulosasi. Boquvchisini yo'qotganlik bo'lsa, o'qish joyidan ma'lumotnoma olib boring. Agar o'zingiz bormasangiz, vakilda ishonchnoma va o'zining shaxsini tasdiqlovchi hujjati bo'lsin. 4-qadam, og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. Tizimda muammo, keyin keling, hujjat yetishmaydi deyishsa, aynan qaysi hujjat yetishmasligini yozib oling. Iloji bo'lsa, yozma ariza qoldiring. Arizada shunday mazmunda yozish mumkin. Menga tayinlangan pensiya to'lovi falon oydan boshlab tushmayapti. To'lov to'xtatilgan bo'lsa, sababini va uni tiklash tartibini yozma ravishda tushuntirib berishingizni so'rayman. Bu juda muhim. Chunki yozma murojaat bo'lsa, unga rasmiy javob berilishi kerak. 5-qadam. Hujjatlarni tezda to'ldiring. Agar nogironlik qayta ko'rigi kerak bo'lsa, tibbiy muassasaga boring. Yo'llanma masalasini hal qiling. Tammek ko'rigidan o'ting. Agar o'qish ma'lumotnomasi kerak bo'lsa, o'quv yurti orqali kunduzgi ta'limda o'qiyotganingizni tasdiqlang. Agar yashash joyi muammosi bo'lsa, ro'yxat masalasini tartibga keltiring. Agar karta muddati tugagan bo'lsa, bankdan yangi karta oching va rekvizitlarni pensiya bo'limiga yetkazing. 6-qadam, qarzdorlik yoki ushlab qolish bor yo'qligini aniqlang. Agar pensiya kelayotgan bo'lsa-yu, lekin kam bo'lsa, bankdan ushlab qolish sababi haqida ma'lumot oling. Majburiy ijro byurosi qarori, kredit shartnomasi, ortiqcha to'lovni qaytarish qarori bo'lishi mumkin. Bunda pensiya to'xtadi deb emas. Qaysi asosda ushlab qolinmoqda deb so'rash kerak. 7-qadam, muammo hal bo'lmasa, yuqori turuvchi tashkilotga murojaat qiling. Avval tuman bo'limi, keyin viloyat darajasidagi mas'ul boshqarma.
keyin rasmiy portal yoki ishonch telefoni orqali murojaat qilish mumkin. Murojaatingizda hissiyot bilan emas, fakt bilan yozing. Ism, familiya, tug'ilgan sana, pensiya turi, oxirgi to'lov sanasi, qaysi bo'limga murojaat qilganingiz, qanday javob olganingiz, ilova qilingan hujjatlar. 8-qadam, barcha nusxalarni saqlang. Ariza nusxasi, qabul qilingan sana, bank ko'chirmasi, tibbiy xulosa, ma'lumotnoma, ishonchnoma nusxasi sizda bo'lsin. Chunki ertaga siz hujjat topshirmagansiz deyilsa, qo'lingizda dalil bo'ladi. Men yana bir ma'li maslahat beraman. Pensiyalarning farzandlari ota-onasining pensiya masalasiga befarq bo'lmasin. Har oy karta ishlayaptimi? Pul tushyaptimi? Hujjat muddati tugamayaptimi? Nogironlik qayta ko'rgi qachon? Ishonchnoma muddati qachon tugaydi? Bularni yozib boring. Ayniqsa 70 yoshdan oshgan insonlar ko'p narsani esdan chiqarishi mumkin. Bu ularning aybi emas. Bu farzandlarning e'tibori bilan hal bo'ladigan masala. Shuningdek, hech kimga bank kartasi PIN kodini berib qo'ymang. Pensionerlar orasida aldov holatlari ko'p. Pensiyangizni tiklab beraman. Hukumat ro'yxat tuzyapti. Kartangizni tekshirish kerak deb qo'ng'iroq qiladigan firibgarlar bor. Hech qachon SMS kod, karta raqami, PIN kod, pasport ma'lumotlarini begona odamga bermang. Pensiya masalasi faqat rasmiy idora, bank yoki davlat xizmatlari orqali hal qilinadi. Bugungi mavzuning eng muhim xulosasi shuki, pensionerlarga pensiya ommaviy tarzda shunchaki to'xtatib qo'yilayotgani yo'q. Lekin hujjat muddati tugashi, bank kartasi muammosi, yashash joyi o'zgarishi, nogironlik qayta ko'rigi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasida o'qish holati, ishonchnoma muddati, vafot yoki ma'lumotlar mos kelmasligi sabab pensiya vaqtincha to'xtab qolishi mumkin. Men sizga maslahat beraman. Pensiya tushmasa, avval bankni tekshiring, keyin pensiya bo'limiga boring, sababni yozma so'rang, kerakli hujjatlarni tezda topshiring. Har bir masalada rasmiy javob talab qiling. Shunda siz asabiylashmasdan, ortiqcha yugurmasdan o'z haqingizni qonuniy yo'l bilan tiklay olasiz. Agar sizda yoki tanishlaringizda pensiya to'xtab qolgan holat bo'lsa, izohlarda yozing, qaysi hudud, qaysi pensiya turi, qanday sabab aytishdi. Men keyingi videolarda eng ko'p uchrayotgan muammolarni alohida tahlil qilib beraman. Videoga like bosing, yaqinlaringizga yuboring, kanalga obuna bo'ling. Chunki bunday ma'lumotni bilgan odam o'z haqini yo'qotmaydi.